Savolni eshitinglar mana. 16 ayrilgan 4 teng 11. Ikkita qalamni joyini o'zgartiring, tenglikni to'g'rilang. 1 minut vaqt ichida topgan o'quvchiga 50 ming so'm pul mukofoti bor. Hali mana ikkita o'rtasidagi. Hop, 15. Bir uni qayerga qo'yasan? Yo'q. Yo'q. Mashina qo'yamiz. U bitta-ku. Tenglik deyapmiz. Tushunasizmi? Yo'q. 16 ayrilgan 4 teng 11. Nima qo'shilgan? Asqar 200 ishlab ketyapti. Nima bo'ldi? 11 plus 4 teng 15. 11 plus 4 teng 15. 15 teng 4. Qaysi bo'ladi? 15 Teng tuli. plus teng. Mana meniki ham to'g'ri edi-ku. To'g'ri-ku mana. Qaysi? Darajaga qo'ydim mana. Asqar ikkovimiz ikkita javob. Sen qo'yganing qara. Bitta qalamni olyapsan-da, qaysini? Mana buni olyapsan-da. Mana yerga qo'yapsan. Yo'q, unda emas. Ikkita qalamni joyini o'zgartiring, ifodani to'g'rilang edi. Xo'p, nima bo'ldi? 15 teng 4 qo'shilgan 11 ga to'pa-to'g'ri. Asqar mana 50. Asqar chetdagi 25 bo'lishamiz.